Kreml Seulni jiddiy ogohlantirdi. Starmer Trampga yo'q dedi. AQSh Eronga hujumda Britaniya bazalaridan foydalana olmaydi. Xitoy yashirin ravishda yadroviy qurolni sinab ko'rgan va yangi avlod tizimlarini yaratmoqda. AQShning 456 ta samolyoti Yevropa va Yaqin Sharq bazalariga jamlangani aytilmoqda. Menga mamlakatni vayron qilish huquqi berilgan — Tramp. Slovakiya Ukrainaga elektr ta'minotini to'xtatib qo'yish bilan tahdid qildi. Endi esa bizda batafsil. Ro'za oyida nega vulkan mahsulotini iste'mol qilish kerak? Chunki organizm tozalanish mobaynida vulkan mahsuloti ta'sirlari boshqa oyga nisbatan kuchliroq va tezroq bo'ladi. Prostatadagi yallig'lanish, achishish, og'riq, peshobga tez-tez qatnash va jinsiy zaiflikni samarali davolaydi. Xabarlar.uz nomidan qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmalarga ega bo'ling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Starmer Trampga yo'q dedi. AQSh Eronga hujumda Britaniya bazalaridan foydalana olmaydi. AQSh prezidenti Donald Trampning amerikalik harbiylar tomonidan Eronga ehtimoliy hujum vaqtida Buyuk Britaniya harbiy aerodromlaridan foydalanishga ruxsat berish haqidagi so'rovini Britaniya bosh vaziri Keir Starmer rad etdi. U o'z javobini xalqaro huquqning buzilishi bilan izohlagan. Gap Angliyadagi Fairford va Hind okeanidagi Diego Garcia aviabazalari haqida ketmoqda. Bu ikkala aerodrom ham uzoq vaqtlardan buyon AQShning o'z chegaralaridan uzoqda joylashgan harbiy amaliyotlari uchun muhim platformalardan biri bo'lib kelgan. Xususan, Britaniyaga tegishli Diego Garcia oroli AQShning og'ir bombardimonchi floti uchun muhim baza hisoblanadi. Starmerning rad javobi haqida hukumatdagi manbalarga tayanib, bir qator ingliz nashrlari, xususan The Times xabar berdi. Nashrning yozishicha, Eronga zarbalar berish uchun AQShga harbiy bazalardan foydalanish imkoniyatini taqdim etish xalqaro huquqni buzish bo'ladi deb hisoblamoqda rasmiy London. Kreml Seulni jiddiy ogohlantirdi. Rossiya rasmiylari Janubiy Koreyani Ukrainaga AQSh qurollarini yetkazish bo'yicha ustuvor talablar tashabbusiga qo'shilsa, unga nisbatan javob choralarini ko'rishga majbur bo'lishi haqida ogohlantirdi. Jumladan, asimetriya, harbiy yoki siyosiy harakatlardan foydalanilishi iddao qilindi. Bu haqda Yonhap xabar berdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zakharovaning aytishicha, agar Seul Pearl doirasida Ukrainaga AQSh qurollarini sotib olishga qatnashsa, bu ikki davlat munosabatlariga jiddiy zarar yetkazadi va Koreya yarimoroli bo'yicha konstruktiv muloqotni tiklash imkoniyatini yo'q qiladi. Janubiy Koreya Tashqi ishlar vazirligi NATO bilan maslahatlashuvlar olib borayotganini bildirgan. Qayd etish joizki, urush boshlangandan buyon Seul Kiyevga faqat insonparvarlik va qurolsiz yordam ko'rsatgan. Agar Pearlga qo'shilsa ham uning hissasi asosan qurolsiz jihozlar bilan cheklanishi mumkin. Slovakiya Ukrainaga elektr ta'minotini to'xtatib qo'yish bilan tahdid qildi. Agar Kiyev Slovakiyaga neft tranzitini tiklamasa, mamlakat favqulodda elektr energiyasi yetkazib berishni to'xtatishi mumkin. Bu haqda 21 fevral kuni Slovakiya bosh vaziri Robert Fico o'zining Facebook sahifasida ma'lum qildi. Bosh vazirning so'zlariga ko'ra, qaror joriy yilning 23 fevral kunidan e'tiboran qabul qilinishi mumkin. Agar Vladimir Zelenskiy dushanba kuni Slovakiyaga neft yetkazib berishni tiklamasa, men shu kuni tegishli Slovakiya kompaniyalaridan Ukrainaga favqulodda elektr energiyasi yetkazib berishni to'xtatishni so'rayman deb yozgan Fico. Qayd etish joiz, bu bayonot mamlakatlar o'rtasida neft tranziti va energetika hamkorligi masalalari bo'yicha davom etayotgan kelishmovchiliklar fonida aytildi. AQShning 456 ta samolyoti Yevropa va Yaqin Sharq bazalariga jamlangani aytilmoqda. Ayrim manbalarga ko'ra, Eronga qarshi ehtimoliy operatsiya doirasida 456 ta AQSh harbiy samolyoti Yevropa va Yaqin Sharqdagi bazalarga joylashtirilgan. Bu ma'lumot hozircha rasman tasdiqlamagan. Times of Israel nashrining yozishicha, AQShning Eronga zarba berishi mumkinligi haqidagi xabarlari ortidan Isroil armiyasi yuqori jangovar shaylik holatiga keltirilgan. Rasmiy bayonotlar cheklangan, mintaqada vaziyat tarangligicha qolmoqda. Xitoy yashirin ravishda yadroviy qurolni sinab ko'rgan va yangi avlod tizimlarini yaratmoqda. Bu haqda CNN telekanali xabar berdi. Telekanalning manbalariga tayanib xabar berishicha, AQSh razvedka xizmatlari Xitoy yangi avlod yadroviy qurolini ishlab chiqqan va 2020-yilda yashirin sinovlarni o'tkazgan deb hisoblamoqda. Washington ma'lumotlariga ko'ra, sinov 2020-yil iyun oyida Xitoyning shimoliy-g'arbidagi Lobnor poligonida o'tkazilgan. Mazkur sinovlar Pekinning 1996-yildan beri amal qilayotgan yadroviy sinovlar bo'yicha ixtiyoriy moratoriysiga qaramasdan amalga oshirilgan.
AQSh davlat kotibining qurollarni nazorat qilish bo'yicha o'rinbosari sinov portlashining natijasida yuzaga kelgan yer silkinishi taxminan 2,75 magnitudaga yetganini va uning zilzila yoki tog' qon ishlari bilan bog'liq emasligini ta'kidlagan. Manbalarning fikricha, aniqlangan harakatlar bir raketada bir nechta kichik yadro kallaklarini tashiy oladigan tizimlarni yaratish, shuningdek kam quvvatli taktik yadroviy qurollar ishlab chiqish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Menga mamlakatni vayron qilish huquqi berilgan. Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp brifingda 1974-yilgi savdo to'g'risidagi qonunning 122-bo'limiga binoan 10% global tarifni joriy etish to'g'risidagi farmonni imzolashini e'lon qildi. Prezidentning so'zlari Oq uyning ijtimoiy tarmoq sahifalarida jonli efirda namoyish etildi. Bu AQSh prezidentining Oliy sudning tariflarini noqonuniy deb e'lon qilish to'g'risidagi qaroriga munosabati edi. Menga mamlakatni vayron qilish huquqi berilgan. Hatto xorijiy davlatga vayronkor embargo qo'yishga ham ruxsat berilgan. Men ularga embargo qo'yishim mumkin. Men xohlagan narsani qila olaman, lekin $1 ham undira olmayman deb izoh berdi u. Tramp Oliy sudning tarif qarori juda umidsizlikka uchraganini ta'kidladi. Men sud a'zolarining ba'zilaridan uyalaman, juda uyalaman. Ular mamlakatimiz uchun to'g'ri bo'lgan ishni qilishga jur'at eta olmadilar. Putin Afrika bozori tufayli Rossiya omon qolganini aytdi. Prezident Vladimir Putin Rossiya harbiy sanoatining eksport rekordini yuqori baholadi. Shuningdek, u Afrikada rus bozori va salohiyatini oshirganini aytdi. Bu haqda 30-yanvar kuni Putin Kremlda harbiy texnik hamkorlik bo'yicha yig'ilishda ma'lum qildi. Putinning so'zlariga ko'ra, o'tgan yili Rossiyada ishlab chiqarilgan harbiy mahsulotlar 30 dan ortiq davlatga yetkazib berilgan va valyuta tushumi 15 milliard AQSh dollaridan oshgan. Prezident sektor murakkab sharoitlarda ishlayotganini qayd etgan. G'arb mamlakatlarining Rossiya bilan biznes aloqalarini sekinlashtirish yoki to'sish uchun bosim o'tkazdi. Ammo bu urinishlarga qaramay, bizning eksport shartnomalarimiz umuman olganda doimiy ravishda bajarildi. Uning so'zlariga ko'ra, Afrika mamlakatlari Rossiya ishlab chiqarishiga alohida qiziqish bildirmoqda. G'arbning bosimiga qaramay, afrikalik sheriklar Rossiya bilan harbiy va harbiy texnik sohalarda munosabatlarni kengaytirishga tayyorgarlik ko'rsatmoqda, deydi Putin.